Assalomu alaykum. Men Jahongir Po'latov Cambridge o'quv markazi asoschisiman. Ta'lim yo'lidagi safarimiz 2014-yilda 3 ta xonadan iborat shinamgina o'quv markazi bilan boshlandi. Bosib o'tilgan 10 yil ichida biz o'quv markazimiz sertifikatini universitetlar tan oladigan darajaga olib chiqdik. Shu bilan birgalikda Cambridge Kids, Modme va Mars IT School kabi loyihalarni xalqimizga taqdim etdik. Ayni paytda loyihalarimizda 600 ga yaqin xodim 14 mingga yaqin o'quvchiga ta'lim xizmatlarini ko'rsatib keladi. Lekin biz jamoamiz bilan bu qilingan ishlarni jamiyatda chuqur ildiz otgan muammolarni yechish uchun yetarli emas degan xulosaga keldik. Meni va jamoamni anchadan beri qiynab keladigan bir qator muammolar bor. Masalan, bizdagi ta'lim sifatini olaylik. Mustaqillikdan so'ng qilingan bir qancha urinishlarga qaramasdan yurtimizda ta'lim sifati qoniqarsizligicha qolmoqda. Buni eng oxirgi bo'lib o'tgan xalqaro PISA imtihonlarida o'zbekistonlik o'quvchilar 81 mamlakat orasida eng oxirgi 10 talikka kirganida ham yaqqol ko'rish mumkin. Shuningdek, O'zbekiston iqtisodiy rivojlanayotgan mamlakatlar ro'yxatiga kirgan bo'lsa-da, yiliga jon boshiga 3000 dollardan ozgina ko'proq daromad bilan 200 mamlakat orasida ilk 100 talikka ham kira olmagan. Mamlakat iqtisodini ko'tarish turli xil omillarga bog'liq bo'lib, masalaning bir uchi ta'limga borib taqaladi. Va nihoyat, xalqimizning jahon miqyosidagi imiji bizning fikrimizcha qoniqarli ahvolda emas. Bu albatta xorijdagi aksar o'zbekistonliklarning mehnat migranti sifatida faoliyati bilan bog'liqdir. Migratsiya agentligiga ko'ra 1 milliondan ziyod, norasmiy ma'lumotlarga ko'ra esa 3-5 million atrofidagi yurtdoshlarimiz o'zga yurtlarda oilasidan uzoqda mehnat qilmoqda. Yuqorida aytib o'tilgan muammolar sizning, bizning, barchamizning og'rig'imiz ekanligiga bizda shubha yo'q. Biz bu muammolarga yechim berishni o'zimizning va loyihalarimizning asosiy missiyasi deb bilamiz. Biz bu muammolarga yechimni to'g'ri yo'lga qo'yilgan va sifatli ta'limda deb ishonamiz. Kutib oling, Cambridge jamoasidan yangi loyiha. Har bir farzand bu kashf etilmagan olam. Unda cheksiz iqtidor, salohiyat, orzular bor. Biz bu kuchni anglashimiz kerak. Bugunning farzandi ertangi muhandis, shifokor, olimdir. U yurt kelajagi. U jamiyatni o'zgartiruvchi kuch. U jahon miqyosida fikrlovchi avlod. Uni ta'lim, tarbiya, tafakkur bilan kashf etamiz. Qarshi oling, Jahon School umumta'lim maktabi. Jahon School bu jamiyatdagi og'riqlarga yechim berishni va ta'lim tizimida katta o'zgarishlar qilishni o'z oldiga maqsad qilgan 1-sinfdan 11-sinfgacha o'quvchilarni qamrab oluvchi umumta'lim maktablar tarmog'i. Jahon School bu o'z nomi bilan mahalliy chegaralardan chiqib, jahon miqyosida fikrlovchi yoshlarni tayyorlaydigan maskandir. Biz jamoamiz bilan umumta'lim sohasida o'xshashi yo'q bo'lgan tizim qurishga kirishdik. Bunda o'quvchi qiziqishidan kelib chiqqan holda fanlarga yo'naltiriladi va unga katta hayotda kerak bo'ladigan barcha ko'nikmalar 11 yil davomida o'rgatiladi. Taqdimot davomida bu haqida batafsil bilib olasiz. Javohir Izzatulloh, Jahon School direktori. Umid qilamizki, sifatli bitiruvchilar yetishtirish orqali yaqin kelajakda iqtisodimiz ko'tarilishiga va O'zbekiston ta'lim tizimi tubdan o'zgarishiga hissa qo'sha olamiz. Kun keladi, biz ham rivojlangan davlatlar, xususan Yaponiya va Janubiy Koreya singari intellektual kadrlar, ilm va texnologiya eksport qiluvchi mamlakatga aylanamiz. Jahon School bu texnologik maktab, ya'ni biz ta'lim jarayonlariga eng ilg'or texnologiyalarni olib kiramiz. Avvalo, o'qituvchilar, o'quvchilar va ota-onalar uchun maxsus platforma va ilova ishlab chiqiladi.
O'qituvchilar har bir o'quvchining intizomi, o'zlashtirishi va darslardagi faolligi haqidagi ma'lumotni ana shu dasturga kiritib boradilar. Ota-onalar esa bu ma'lumotlarning barchasini o'z telefonlarida kuzatib tura oladilar. Shuningdek, darslar gamifikatsiya ustiga qurilgan LMS tizimi asosida boshqariladi. O'quvchilar o'zlarining o'zlashtirishi va intizomi uchun ilova orqali ochkolar yig'ib borishadi. To'plangan ochkolar evaziga esa maktab tomonidan maxsus qimmatbaho sovg'alarni qo'lga kiritishlari mumkin. Eng asosiysi, maktabimizda o'quvchining salohiyatini aniqlash va uni mos sohaga yo'naltirish maxsus yondashuv asosida olib boriladi va yaqin 3 yil ichida bu tizim O'zbekistonda ilk bor sun'iy intellekt yordamida ishlovchi va o'quvchining salohiyatini aniqlovchi maxsus dasturga aylantiriladi. Iqtisodiyotda insentiv, ya'ni rag'bat insonlarni harakatlantiruvchi kuch hisoblanadi. Ta'limda ham shunday. Faqatgina ta'limda bolalarning qiziqishi ayni shu vazifani bajaradi. Bizningcha hozirgi kunda bolalarning qiziqishidan kelib chiqib ta'lim beradigan dargohlar ko'p emas. Alisher Dedaxanov, Jahon School maslahat kengashi a'zosi, Janubiy Koreya ta'limi bo'yicha konsultant. Bu muammo o'quvchilarning asl salohiyatini kashf etishga xalaqit beryapti. Natijada maktab bitiruvchilarida qaysi universitetga kirish yoki qaysi kasbni tanlashda aniq tushuncha bo'lmayapti. Jahon School'da ta'lim dasturi har bir o'quvchining salohiyatini kashf etishga qaratilgan. Bunday yondashuv dunyoning ko'plab davlatlaridagi ilg'or ta'lim tizimlarida qo'llanadi. Masalan, shaxsan o'zim Janubiy Koreyada 15 yildan ortiq yashaganman. U yerda ta'lim olib, oliy ta'lim muassasalari va maktablarda dars berganman. O'z tajribamdan kelib chiqqan holda shuni guvohi bo'lganmanki, koreys o'quvchilarida yoshligidan boshlab o'z qiziqishlarini aniqlash va kasb tanlashga bo'lgan ishtiyoqlari juda baland. Ular 15 yoshdan boshlab o'zlari qiziqqan yo'nalishda chuqur ta'lim olish imkoniyatiga ega. Jahon School'da ham shunga o'xshash yondashuv mavjud. 9-sinfdan boshlab o'quvchilar aniq tabiiy yoki ijtimoiy yo'nalishlardan birida chuqurlashgan holda ta'lim olishadi. O'quvchining kelajak karyerasi bo'yicha konsultatsiya ishlari ota-onalar va o'quvchilar bilan aynan shu paytdan boshlanadi. Buning uchun maxsus tizim tashkil qilingan. 2023-yilda Garvard universitetida tadqiqot o'tkazilgan. Unga ko'ra, hozirgi kunda xodim ishchi hamda mutaxassislarning muvaffaqiyatini 20% gina sof bilimga, 45% esa shaxsiy hamda ijtimoiy ko'nikmalarga bog'liq ekanligi aniqlangan. Ya'ni, endi istalgan kasb muvaffaqiyati uchun shunchaki bilim yoki diplom kifoya emas, balki bir qator shaxsiy hamda ijtimoiy ko'nikmalar talab etiladi. Shohrux Abdullayev, Jahon School maslahat kengashi a'zosi, o'quvchilarni kompleks rivojlantirish bo'yicha konsultant. Bu xususiy bozor rivojlanayotgan O'zbekiston uchun ham tegishlidir. Bizning izlanish va tadqiqotlarimiz shuni ko'rsatdiki, maktab va universitetlarni bitirayotgan yoshlarimizni eng qiynayotgan masalalardan biri bu ularda hayotiy ko'nikmalarning yetishmasligidir. Masalan, intizomni ushlash, fikrni ravon bayon etish, mustaqil qarorlarni qabul qilish, jamoada ishlash, stressga chidamlilik va boshqa muhim ko'nikmalar shular jumlasidandir. Biz mazkur muammoning ahamiyatini to'liq tushungan holda maktabimiz uchun o'quvchilarda shaxsiy va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan turli ko'nikma va to'garak darslarini o'z ichiga oluvchi dasturni ishlab chiqishga kirishdik. O'zbekistonda muqobili bo'lmagan 11 yillik SkillDev, ya'ni ko'nikmalarni rivojlantiruvchi dastur fan bilimlaridan tashqari o'quvchilarda barcha zaruriy ko'nikmalarni shakllantirib, ularni katta hayotga tayyorlaydi. Avvalo aytib o'tishimiz kerakki, maktab loyihasi boshlanishi bilan biz jahon tajribasiga nazar soldik. Ta'lim sohasida yuqori natija ko'rsatayotgan mamlakatlarni o'rganib chiqdik. O'zimizning Yaponiya va Janubiy Koreyada ta'lim olish tajribamizdan kelib chiqib, bu ikki xalqning qisqa muddat ichida erishgan natijalariga doim havas bilan qarar edik. O'rganishlar asosida ma'lum bo'ldiki, bu ikki jamiyatdagi tartib-intizom va rivojlanishning asosi kuchli ta'limdir. Bunga shaxsan o'zimiz yana bir bor guvoh bo'lish uchun Yaponiyaga safar uyushtirdik. Bu yerda maktablarni ichidan o'rganib chiqdik. Shularni inobatga olgan holda sizga mamnuniyat bilan ma'lum qilamizki, maktabimiz Yaponiya va Janubiy Koreya ta'lim tizimi yutuqlaridan foydalanishga qaror qildi. Shuningdek, o'quvchilarimizda namunali xulq-atvor va ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirish maqsadida fan doktori, professor, psixolog va o'qituvchilar jamoasi bilan
tarbiya faniga qo'shimcha ravishda ijtimoiy etiket deb nomlangan maxsus darslik yozishni boshladik. Chunki maktabimiz men emas, biz deydigan shaxsiyatlarni tarbiyalashni o'zining asosiy maqsadlaridan biri deb biladi. Zotan menlik bu xudbinlik, bizlik esa taraqqiyotdir. Biz degan bizni aldamaydi. Biz degan bizga xiyonat qilmaydi. Biz degan bizni haqorat qilmaydi. Biz degan bizning haqlarimizni poymol qilmaydi. Albatta har bir ota-ona maktabda o'z farzandi uchun barcha sharoitlar muhayyo bo'lishini istaydi. Aynan shuni inobatga olgan holda biz sizga Toshkent shahridagi eng ilg'or maktablardan birini taqdim etamiz. Jahon School maktabining ilk filiali quyidagi imkoniyatlarga ega bo'ladi. 1,5 gektardan ortiq hududda joylashgan keng, shinam binolar va maktab maydoni. Metroga yaqin joylashuv. Avtomobillar uchun alohida kirish-chiqish yo'lagi. Ochiq va yopiq sport majmuasi. Yopiq va qo'riqlanadigan xavfsiz hudud. Tabiiy fanlar uchun maxsus laboratoriyalar. SkillDev dasturi doirasida sport va san'at to'garaklari, maxsus kitobxonlik darslari va boshqa ko'plab imkoniyatlar. Shu bilan birgalikda Jahon School maktabi O'zbekistonda ilk bor turli xil muhim yo'nalishlarda o'z sohasining eng kuchli brendlari bilan rasmiy hamkorliklarni yo'lga qo'ydi. Kutib oling, ingliz tili o'rganish uchun Cambridge o'quv markazi dasturi, Najot ta'lim bilan hamkorlikda IT to'garaklari, qizlarimiz uchun maxsus Safiya qandolatchilik burchagi, Qamar kitoblar do'koni bilan hamkorlikdagi zamonaviy kutubxona va nihoyat o'quvchilarimiz sog'lig'i Akfa Medline mutaxassislarining doimiy nazorati ostida. Biz sifatli ta'lim yo'lida olis safarga chiqdik. Maqsadi o'xshash bo'lgan, farzandining ta'lim va tarbiyasiga befarq bo'lmagan ota-onalarni bu safarda biz bilan hamroh bo'lishga taklif etamiz. Farzandini Jahon School'da o'qitishni istagan ota-onalar uchun Tinchlik filialida qabul ertadan ochiladi. Maktabimizda darslar 2025-yil sentyabr oyidan boshlanadi. Farzandingizni Jahon School'da o'qitish imkoniyatini qo'ldan boy bermang.